Qalisiz? Yaxshimisiz? Og'irlik ketdimi? Ketdi og'ir ketdi. Yaxshimi? Bu ishlayapmi oyoqda? Uyushmayaptimi? Bermachi. Endi bet turganingizda shamol yapti ketdi. Oyoqdagi og'irlik ketdi, ha? Oyoq qo'lim ketdi. Shamosdan boshlab to'liqqa deyim oladi, o'zi suyuk. Havo rejim saqlash kerak, chunki disk aytgan bo'lsa kerak, disk o'tirib qolgan diskida. O'lib qolma. Ichida ko'p qismi funksiyasini yo'qotgan, keyinchalik bir oydan keyin gimnastikaga tashlab beramiz. Agar iloji bo'lsa, basseyn bilan shug'ullanish kerak regular. Haftada 3 marta, bir soatdan shug'ullanmasangiz, diskingiz polisi o'tiradi, keyin umurtqangiz oldiga qarab siljishni boshlaydi. O'shanaqa narsa bo'lmasligi uchun sport bilan shug'ullanish kerak. Tunlik, basseyn. Turnik yordam bermaydi, eng yaxshisi bas. Basseyn bor. Yaxshi. Bu holat. Mana